Xitoylar restoraniga kirsam mana shunaqa bo'lar ekan. Xitoylarga o'xshaydi. Lekin bular Xitoy emas. Bular buryat. Buryatlarning restorani shunaqa bo'lar ekan. Lekin bu bizning tilimizda osh deb aytiladi, osh. Shunaqa gaplar. Mana chayla deyish ekan bular. Shunaqa gaplar. Mer Privilegiy mobil ilovasida patent uchun to'lov amalga oshiring. 555 promokodi bilan siz xizmatlar uchun to'lovga chegirma olasiz. Ilovaga kiring, patent to'lovi bo'limini tanlang, patent ma'lumotlarini to'ldiring va promokodni kiritishni unutmang. Keyin shaxsiy ma'lumotlaringizni kiriting, ma'lumotlarni tekshiring va to'lovni bosing. Operatsiyalar tarixi haqida ma'lumot har doim sizning qo'lingiz ostida bo'ladi. Siz uni patentni to'lash bo'limida topishingiz mumkin. Mer Privilegiy siz uchun faqat eng yaxshisi.